biz hozir to'g'ri burchakli uchburchak uchun qo'llaniladigan, ya'ni kateter kvadratining hisob kvadratining, ya'ni Pifagor teoremasini ko'rib o'tamiz. Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat. Mana shu formani isbotlash kerak ko'ramiz. Buning uchun biz kvadratning ichiga kvadrat ichki chizilgan. Ya'ni bu yerda kvadrat bir tomoni b plus a, ichki kvadrat esa tomonlari c ga teng. Buning uchun qanday hisoblaymiz? B plus a ning kvadrati, ya'ni katta kvadratning yuzasi degani b plus a ga ko'paytiramiz b plus a ni. Ya'ni bo'yi va eni ko'paytmasi topiladi. Xo'p, ichkaridagi 4 ta uchburchakning yuzasi. Mana bu uchburchakning yuzasi degani s teng 1/2 ab sinus alfa orqali topiladi. Har qanday uchburchakning yuzasi. Kateter ko'paytmasining yarmi va ular orasidagi burchak. Bu yerda alfamiz 90 gradusga teng bo'lgani uchun alfa 90 gradusga tenglikdan 1/2 ab kelib chiqadi. Ya'ni ab taqsim 2. Xo'p, xuddi shunday mana bundan 4 ta bor bizda. 4 ta bo'lgani uchun buni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam s unutli, ya'ni uchburchaklar soni 4 ta ab taqsim 2. Bu yerdan kelib chiqadi 2 ab. Xo'p, 2 ab plus mana buning kvadrati c kvadrat. Ya'ni kvadratning yuzasi. Buni qavs ochadigan bo'lsa b plus a ning kvadrati. B kvadrat plus 2ab plus a kvadrat teng c kvadrat. Xo'p, 2ab teng c kvadrat plus 2ab. 2ab qisqarib ketadi. A kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat. Formula isbotlanadi.